Balalıqımızda bizga hem jasoratni, hem qanoatni o'rgatadigan bir yer bor edi Yaqub. Bu yerni mening o'g'zim madaniyati degim keladi. Bizning balalıqimiz ashu madaniyatning angullangan oltin davrida o'tgan bo'lib, bizdan burunqilarda mahallalardagi uylar ancha zich bo'lmag'achqa o'g'zi yo'llarda to'rlashmagan edi. Bizdan keyingilar bo'lsa bino madaniyatini kutib oldi. Bu chog'dagi o'g'zilar ozroq tirishsanglar mahallaning bir chetidan yana bir chetiga, hatto bir mahalladan yana bir mahallaga yer yuzini dastatkizmay turibmi yetkizalaydi. Bu yerda har xil o'g'zi boyliqlari bo'ladi. Pat-pat nalardandir qechib chiqqan kaklik to'rg'aylar paydo bo'lib qoladi. Tüzü kuchalmaydigan, lekin o'qdek mangdigan bu qochqinlar seni ko'zing yetmaydigan orliqlardan atlatqizsa, bizga oltindek bilinadigan temir tasaklar ustiga aynak sanjilgan ushliq tamlardan mang'uzatdi. Yoz kunlari yutib ketgan kaptirini izlab tarsaliq bilan o'g'zi bo'ylab mansang, qish kunlari mo'rning kengligini mukib basma qo'yib savrchanlik bilan to'muchiq tutatding. Har bir g'o'lida yo'q degandimi o'g'ziga yamashgan biror tüp o'jim bo'ladi. Bu alayda jo'rabiylik sharoit seni qanoatchan bo'lishga majburlaydi. Meyvelarni jihyaversang, uy egisi bilib qolsa, o'g'ziga yamashgan u shoxlarni biroqli kesib tashlaydi. Yugurayotganda ancha-muncha belosimlarga putlashib, dum tushganini hisob qolmaganda, bu o'g'zilar bizning erkin yaylaydigan yayliqimiz edi.